Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Jasorat Munbirga xush keldinglar. O'tgan qatam qarindishimiz Abdurimjon bilan Rabia xonimga qo'ygan 3 savol to'g'risida bir qisqa suhbat qildik. Biz qayta ekran ochgandan keyin o'zimizga bir yangi prinsip bekitdik, ya'ni programmalarni yarım soat 40 minut atrofida qilish, uzatib o'tmaslik. Shuningda ko'rganlarmi herib qolmaydi, zerikib qolmaydi. Shu sababdan Abdurimjon qarindishimizning bu 3 savolni bo'lib suhbat shaklida ko'pchilikka taqdim qilishni o'ylashdik. Bugun qarindishimiz Abdurimjon bilan bu Rabia xonim qo'yilgan savolning ikkinchi savoli to'g'risida suhbatimizni davom qilamiz. Assalomu alaykum Abdurimjon, Jasorat Munbirga xush kelding. Aleyküm assalam, rahmat. O'tgan qatam birinchi savoling to'g'risida tafsiliy javob olgan bo'ldik. Ham bu nihoyatda tarixiy qimmati bor narsalarni deb edim. Ishonamanki bu narsalar tarix bo'lib qoladi. Keyingi avlodlarimiz nima bo'ptiki bu diasporadagi Uyg'ur qarindoshlarimizning shu da'vo ishlarida degan savoliga yaxshi javob bo'la oladigan tarixiy materiallar qoldi inshaalloh. Bugun shu suhbatimizning davomini qilamiz. Ya'ni ikkinchi savolga o'tamiz. Rabia xonim qo'ygan ikkinchi savoling nima edi? Abdurimjon? Ha? İkinci savol nima edi? Avazını anlamak hakikaten lazım. İkinci sualımızı 2015 yıldaki bir hadise yüz bergen. Onu da ben Mehmet isimli bir adamını gevlendirip yazmışça sualda şuna oturup çıkardım o Facebook'ta. Kötücük bildi o, vallahi bildi. Rabia Kadir Hanım'a. Suallarını koyup, onun izahatını yazıp diyendek Kadir'in ikinci sual 2015 yıl 5. ay ve 6. ayda yüz vereceğim. İki meselemiz var. Şu meselede Mehmet isimli Bu Mehmet degeni ma resimdeki Masayit'in Türk Efendi'den ma Van Katip onun oturuşta otağın şu mu? Uygurlar'ın atmış adam. Yani bu yerdeki mesele Mehmet de emez. Meninki öz vaxtıda 2017 yıl Rabia Kadir Hanım koygan 3 sual mı? Mehmet demiş kıldı degan ondaq bir məzmun yoxdu. Onun da bu qatim Mehmet'ni gevdlendirip naq paketilen şu Qurultayın işxanasında yığında oturup düşken şu resimli paket asasında yani Mehmet diyen bir şahsını gevdlendirip oturup çıkırıp o soğanı koygan dekin. Bazı qarindaşlarının yine Facebook'ta benim seyipemi kirip o yazmalarını o koyduğun qarindaşlarının ki asas fikri Mehmet'ki merkezi kaldı. Mehmet'ki merkezi kaldı aslında bizimki yetiştiren nersimiz Mehmet demez. Mehmet sırlık şahs. Şu Qurultaydan oldu keyinde erkip. Ne? Oturup koysam. Yani biz Uyg'uriston Azadlık Teşkilatı bulup Germaniyada Qurultay bilan yakın hamkorlashdik. Rabia Kadir Hanım Qurultay reisi olgandan keyin şu teşkilatninki aktif a'zolari, rahbarlari Uyghur Qurultayga yakından hamkorlashib Rabia Kadir Hanımni izchil qo'llab shunday qildik. 2012 yılga kelganda
Uyg'uriston Azad Tashkilotidan ve başka fedakar kishilardan shu qurultayga vekil bo'lib kirib, qurultayning ichiga kirib turib, ondan keyin qurultayning ichidagi ba'zi yoqmaydigan nabab ahvollarni foydasiz omillarni tuzishga kuch chiqaringlar degan bir taklif o'tirib chiqdi. Buni Rabia Qodir xonim, Seyit Tümtürk efendi ve Rabia Qodir xonim tarafdorlari kuchli tashabbusi o'tirib qo'ygandan keyin 2012-yilda Yaponiyada chaqirilgan qurultayga biz Uyg'uriston Azad Tashkilotidan 5 tane vekil kirgizdik. Biz yaqin ishlanchilik odamlarimizni, ya'ni tashkilotning sirtlik kishilarni tashabbus qilib, vekil bo'lib qatnashishga tavsiya qildik. Shuning bilan bu qurultay Yaponiyada yaxshi chaqirildi. Qurultay chaqirilib keliblan 3 hafta avval Rabia Qodir xonim bir masala o'tirib qo'yibdi. Qurultay hisobot bermaysan, xiyonat qilib, xiyonatni tekshirma degan Nurmat Ro'zaxonni qurultaydan qo'g'lab chiqardim deb boshlab gapni Rabia Qodir xonim video orqali so'zlabdi. Qurultayning sobiq raisi hatto. Endi shu hodisalarda qurultayninki moliyasini tekshirma deb shu vaqtdagi bizningki yaqin saptashimiz Nurmat Ro'zaxon qurultayning taftishi. Maliye tekshirma degandan keyin o moliyaga mas'ul bolaning o'zi men hisobotni topshirman deb qancha keyingi surayotgandan keyin shuninglikda surpilish chiqdi. Surpilish chiqqandan keyin o bola istifa berdi, ya'ni hisobotni topshirmay turib. Shunday bir majrali bo'ldi. Bo'lgandan keyin bu qurultayning ichida ig'ir bir surkilish paydo qilib, ondan keyin mush qurultayga yemadan saplanganlar majroni paydo qildi deb Uyg'uriston Azad Tashkilotidan kirgan vekillerimizning ba'zilarini qurultayga majbur qilyapti, ba'zilarini singdirib, eritib, o'ziga bo'ysundirib oldi. Ammo shu jarayonda München'de ig'ir bir majra oldu. 2012-yili 8-oydan boshlab 10-oygacha 2 oy oralig'ida ig'ir majralar talash-tatish bo'lib, oxir qonunliq mushlash bilan xulosa chiqib, undan keyin 2 yil sudga chiqib, bu qurultayning ichiga yuksak kadrlar. Shunchalik satchiklar bo'ldi Germaniyada. Endi mushu ishlar bo'lgandan keyin biz Uyg'uriston Azad Tashkiloti keyin qurultaydan rasmiy qo'l uzdik bo'lmaydi ekan. Bularni isloh qilib bo'lmaydi ekan. Rabia Qodir xonimni qo'llabmi biz qo'llab bo'lmaydi ekanmiz. Hamma ishni o'z holidan tashlab qo'yib, qurultayli etishmay biz o'z oldimizga ayrim yo'lga mangaylik deb 2014-yili 12-oydan boshlab biz yangi bir yo'lga kirdik. Yevropa safari deb Uyg'uriston Azad Tashkilotidan bir hay'at Yevropadagi 6 davlatga sayohat qildik. Bu yerdagi hamparvar jangovar tashkilotchi qarindoshlar bilan suhbatlashib, ondan keyin Yevropa miqyosida mustaqillik harakat qiladigan mustaqillikni amaliyalashtirib, bu yerdagi Sharqiy Turkistonning, Uyg'uristonning mustaqilligini qonuniy jihatdan hem siyasi cihetten Avrupa'da karat yaydırış. Bunu Avrupa devletleri kabul kıldırış. Uygurlar yani Xitaydan alıp çıkan müstakil devlet kurgan bir millet deyilgen bizdeki bu arzu armalarımızı resmileştirip ya da oturup çıkarmayız. Teşkil arkalık çıkarmayız da bu yolga mene 5 tane teşkilat teşkilatta bu yol çırdık. 2005 yıl 5. ayının 3. günü Paris'e yığılıp şu yerda bir teşkilatını kurduk. Ama teşkilatını biz ma'lum bir davlatda tasdiqni o'tkazib, qonunlashtirib, rasmiy putimiz dastlab bo'lg'uchik oshkorlamaymiz. Bu oshkorlansa sirt jihatdan Xitoy to'sqinlik qilishi mumkin, ichki jihatdan o'zimizning hasadxorlari, so'ng rahbarlarimiz, dohiylarimiz, liderlarimiz to'sqinlik qilib, ziyonkashlik qilishi mumkin deb shundoq ehtiyot bilan bu tashkilotni xorijda qurdik. Qaysi yil deding? Qaysi yilda deding? 2015-yil 5-oyning 3-kuni. Ya'ni shu chog'da sizlar mustaqillikni muddao qilgan tashkilotni qurib bo'lgan. Qurib bo'lgan. Qurdik. Endi bizningki qurultayli apishimiz shu.
Qurultayning o'zini bunda inson haqlari, kishilik huquq deb ushaq narsaning gapini qilmay, bu kundalik hal bo'lmaydigan, tugamaydigan bu ishni qilmay, bizning Xitoy bilan bo'lgan mojaroyimiz davlat masalasi. Xitoy mustamlakachi, biz asir millat. Aramizdagi bu ziddiyatni dunyoga oshkor o'tirib qo'yish kerak deb qurultayga mojaroyimiz shuti, qurultay bilan doim chiqishimiz shuti. Uni qilib bo'lmagandan keyin hatto bizni qurultayning ishiga akirib turib, bir parchamizni yerit singdirib, bir parchamizni dushmanning naqd qo'qlab chiqarib, buncha rezillik qilgan bu guruh bilan bundan keyin yaxshi yomon hech qanday yo'lda menishqa bo'lmaydi. Bularni o'ngishli bo'lmaydi, qarshi turib o'zgartib bo'lmaydi. Bularning aqishdan aytib xatarlik kuchlar bo'lishi mumkin. Biz bu kuchlardan kiplamayotganmiz. Eng yaxshisi bularni o'z yo'q tashlab qo'yildi. Biz 2014-yil to'liq ada juda üzülüp yolga mandık dedim. Hem de şu 5 teşkilat müstakillik teşkilatını kurup, nizamnamelerini belgeledik, muzakere kılıp, şunçulap, pişiklap, işlep, tayyor olup, anne kim bir köl uyda, Parij'de bir köl uyda seyahat kılıp, azra resim kuşup, bana kaytıp gideydi deyip, şu hoş münasebeti bilen köl yakısıga berip, söhbetleşip, ictimai paransep, köyüp yakacak oltursak, gatçıda aramızdan bir kimge telefon geldi. Telefon geldi. O telefon Siyittim Türk Efendi'nin gelgen. Ama o telefon gelen kişi demedi. Lekin Siyittim Türk Efendi'nin kildiğallığını biz peraskıp bilelaydık. Siyittim Türk Efendi, Rabia Kadirxan'ın sizgisiz hiç kadar çıkamaydı. O telefonda depto ki qarindoshlarım sizlar muştaq Parijda uçuruşup yaxshi faoliyat qilib yuruvchilar undan bo'pti. Shu dunyo Uyg'ur qurultayining o'zini bir yana qayta bir kuchlab, mashina bir yo'lga kirgizaydi. Hozir ig'ir bir kirishqi etib qoldi. Qurultayni bu qatim o'ngishmasak bo'lmaydi. Sizlar shuni kuchtiringlar. Bir qancha tashkilot ya o'zaro hamkorlashib yiqilishibsizlar. Shu kuch bilan qurultayni o'ngshaydigan ishni qilinglar deb o kişi gaplashib bo'lib, lekin uni bizga o'tirib qo'ydi. Shuning bilan bu yerda 7 kishi va biz 7 kishidan Uyg'urcha Azad Tashkilotining raisi Osmonjon bilan men qurultayga qat'iy aralashmaymiz deb, qurultayning yaxshi yomon ishiga qo'l tiqmaymiz, yaqindan hamkorlashmaymiz, qarshi turmaymiz, hech nima qilmaymiz degan nuqtada biz tashkilotni qurdik. Shu aralashmaymiz dedik. Ba'zilar aralashildi, aralashmaydi dedi. Axir bizningki yangidan qurgan tashkilotimizmi demokratik ovoz ko'pligi bilan ish qilgan tashkilot deydi. Veto haqqi bilan emas. Unda keyin biz ovoz qo'ysak, shu 2 odam qurultayga aralashmaymiz dedik. Ovoz yuritimiz qolgan 5 qurultayni o'ngshayli mushumi tayyor bir tashkilotning o'zini o'ngshab mustaqillik yo'liga mangdosaqmi, cho'ng bir kurash bo'ldi biz uchun, g'alab bo'ldi. Rabia Qadirxon lider bo'lsa, o liderni shu non-tepi gumonliq odamlarning oldiga tashlab berib biz chekinib bundan mag'lub bo'lsak bo'lmaydi deb mantiqliq siyosiy gapni qilib turib olgandan keyin shuni bilan ma'qul dedik. Ko'pchilikning ovoziga bo'ysunamiz. Ma'qul deb andan keyin Parijda yana ko'l o'yida o'tirib qaytadan qaror oldik. Qaror ilib qurultayni qanday o'ngshaymiz deb muzokara qilib, ishlab tarqab ketdik. 10 kun ichida qurultayni o'ngshash tayyorlik komiteti qurib, dunyoning har qaysi davlatlarida, Yaponiyadan Kanadaga vaqtchilik 20 odamni saplab, muzokara qildik, tayyorlik qildik. Qurultayni qanday shaklda o'ngshaymiz, qanday shaklda ommaviylashtiramiz, qanday shaklda istiqlol yo'liga mangdira olamiz degan fikr muzokarani qo'yib qilib, andan keyin 3 betlik ixcham bir loyihani yezib tayyorlab chiqib, Yaponiyadagi doktor Turmamat Hashimning mas'ulligida Rabia Qadirxonova bir nusxa, Siyittim Türk Efendiga bir nusxa yo'llandi. Bu 2015-yil 6 ayning 10'ları atrofida boshqa tarix filmlarida bor ishlarni Shuning bilan yo'llayotgandan keyin Rabia Qadirxon javob bermadi. Voy ana mana hozir to'xtab turinglar, javob bermadi. Hukuklan bir günsi yine kaç günü 2015 yıl 6. ayının 26. günsi Rabia Qadirxon'un
Münxenga ketdi degan xabarni oldik. Аңтан қалдық, United ciddi işki jığınıp keldik, anladık, dedik, dep dursak keyin şu yüzünü taptak oltuğanlarınki resim bilen e'lon qilindi. Ma yaxta bir resimlar batdi, ola yaxshi kishlar onun resmi. Bu ciddi yığında kelip ne bileydi dese, vay vatanda 27 adamni bir xil ölüm cazası qılıpatdı, öldürüpatdı. Biz bunda çağda mesela ciddi tutmuşaq bolmaydı, yalğan qalpaqdan beni, paypaqdan beni toqып çıkıp, moş paypaqның içinde qanday işini hal qıldı desenler. Andan keyin qurultayning raisi Rabia Qadir xonim o'zininki noyati kuyimchan aktiv isyonkor kotibiga qurultayninki boshqarish huquqini 6 oylik topshirib berib ketibdi. Sen iş başqursan, men xotirjam bo'lmay, xotirjam o'lmay deb mavjushiniki xogobunga xat topshirib berganga o'xshash. Şahtada. Rabia Qadir xonim buni topshirib ketibdi. O qurultayni kollektiv idora qildi degan bir paypoqdan beni tayyorlabdi. Kollektiv idorasining boshlig'ini o'zininki kotibini mas'ul qilibdi. Mo'shunda qilib 6 oy men vazifadan chekindim deb tashlab ketibdi. Bu sirliq masala. Bu yerda Mehmet bu yig'inda bor. Baştan ahir bu muzokirada, yig'inda ağın qararda Mehmet degan adam. Bu Mehmetni shundan 2 oy burun Şanxayga ketdi deb xabarni olgan men. Bu odamga shundan 3 yil burun meniki ko'z quloq bo'lgandan bu gumonliq bir odam bor, shu qurultayga yig'ilishib yuribdi. Sistem Turkning Rabia Qadir xonimning oldikayında saydak yuribdi bu odam. O'zi bir jurnalist. Belgiyada, Türkiye'de o yerda yuradigan, ama shundaq Beijingda ham o'qiydi, Tianjinda bir yerda bir qiz varmış o'qiydigan. Shu qizni yo'qlab kelib, Xitoyga bordi deydigan bir tashkilot. Bu odam efendim shuni bilan shu 2 oy burun Xitoyga ketdi degan bir gapni olgandim. Bu odam bu yerda o'ltirgandan keyin bu resimni ko'rib, ig'ir afsuslandik. Şu manzarani ko'rib, Rabia Qadir xonimning bu taktikasidan ig'ir nafratlandik. Ammo ichimiz istikatan bo'lib ketdi. Bizning 5 odam birlashib qurgan mustaqillik tashkilotimiz nada qoldi? Ishonchdan olib ketdik. Ishonch yo'qoldi bizda. O'zaro shunda yaxshi o'tilgan odamlar hatto salomlashmaydi olg'ishdik. Pullashdik, bir-birimiz bilan Kapitani qilishdik, sen xatolik qilding deb biz-bizimizga at deb masalani shunday qildi. Bu tashkilotniki nizomnomasini tayyorlab bo'lgan biz, tayyorlab fransuzcha, gollandiyacha, ikki tilda tayyorlab yaxshi bo'lsa fransiyani tasdiqlaymiz, agar bo'lmay qolsa gollandiyani tasdiqlaymiz deb. Gollandiya yaxshi bir davlatga tashkilot quraman deb olsa, nizomnomalari muvofiq bo'lsa tasdiqlaydigan bir yakka u. Şunun bilan mushunda davlatdan bir tasdiqlab, andan uch oshkora o'tirg'i chiqib, mana biz qurultay o'zi kichik huquq yo'lda mavdu, biz mana mustaqilchilar deb Yevropa davlatlarida faoliyat qilib, diplomatiya qilib, buni biz Uyg'uristonni mustaqil qilgan kuchlar bizga yordam qilgan kim bor? Deb shundaq bir yo'lga chiqamizda, shundaq oliy niyat bilan harakat qilgan bir odamlar nima bo'ldi oxirida? Hammamiz shundaq tarixda chechilib ketdik. Endi müşahideki suallandı. Mehmet bana Facebook'ta yazıp koygan narsemde Mehmet'in vazifesi neyme dep koydum da. O Mehmet'in vazifesi neyim olsun. Mehmet'le işimiz yok. Mehmet belki Beijing'den salam götürüp gelgen bir casus Xitoyning vazifesini götürüp gelgen. Ama mesele Rabia Qadir xonimda. Rabia Qadir xonim bizning yo'limizni nima uchun to'xtatdi? 2012-yili Dünya Uyghur Qurultayıga kirib, buni isloh qilgan, o'ngshonli mustaqillik yo'li mangduron deb taklifini berib, kirgizgan odamlarimizni kodan chiqarib, u yerda bir natija chiqdi. Undan keyin biz qo'l uzib, bu ishni yaqin kamayli bulog'ida o'zimiz pax-pakiz tajriba saboqlarni yakun chiqarib, shundaq bir yangi yo'lga manglayda Yevropa miqyosida shundaq erkin davlatlar, demokratik davlatlarda mustaqillik uchun kurash qiladigan guruhlarni tashkiliy holda o'tirg'i chiqarib, shunday bir markazni qurib, ittifoqlik keyin kengaytirib, Yevropa davlatlarida 40-50 tashkilotlarning o'zini akirib buningga ma'arif jamiyat degan narsalarning hammasini
Muşu mustaqillik sayıran astığı akirip men muşu kuşanın hemmisi mustaqillik üçün kuraş kıladigan iqlimde bir baza şekillendirdik oturmuş kurduk. Bunun Rabia Kadirxan'ın neyim için karşı çıktı? Ben sana tügünüm yerde. Eğer karşı çıkmışsa biz bu kurvatkan teşkilatının özünü oturup bunda tuzağını koyup durup aldığımızda kurultayını oңşап pırınlap yine akmaydigan maceraç kılan şu yolga bizni akirip yetilep akirip. Aç yolunun özde yine bizni juğuşturup yoqtup yine kurultayının mevcutluğunu biz kurultayını yoqatmaydık. Kurultayının aşı oylığı konu kesikti mağadıgan aşı indijensi, autonomiya, insan hakları deydigan aşı yolda mağadıgan şu küçüğün özü yine gavdilik aldı saklap geliş mecburiyetin nimeti. Endi bu kurultayının özüne bizniki yakın müstakillik teşkilat kurmanlar dep aldığımızın dostu bulmaydı. Hain dep çıkmaz. Bunun hiç kim karşı çıkamaydı. Karşı çıkamaydı. Kurmaydı. Ama çaylık bir teklif bilen bizning uzun yağı yetemeyevatkan, hal kılamayvatkan, içi kirip mi qamashtıramayvatkan aşındaq bir arzuyumuz. Yani kurultayını ıslah kılıştan ibaret bu arzuyumuzdan ibaret bu acı noktamızın tutup durup bizni yüklep akirip yani şu kona kesik düşürüp durup aşağıda bizni içimizden veyran kıldırıcı maksat neme? Rabia Kadirxanımga Beyjin'den keyin yol yo'q mu? Yoki Rabia Kadirxanımning o'zining shaxsiy xarakteri, kishilik xarakteri mening qarshimda boshqa bir kuchlarniki o'tirishni xohlamayman deydigan ashtaq bir imperialist bir tushuncha bilan hammasi manglam qo'shilsin, mening oldimga boshqa bir iqlim o'tib ketmasin deydigan bir xil o'zining kishilik xarakteridan kelib chiqqan bu bir nima deymiz endi yomon gapdan men topamadim chiroyliroq yomon gapdan beni topsam bo'lsin bir şey. Yomon gap qilmaymiz dedi arkadaş. O yomon gapga Rabia Kadirxanımga mushundaq bir endi ishni qandaq ne bilan qildi? Ne bilan qildi? Endi buni zaten mushu qurultayındaki Erkin ayına isyankor katibining arzusi bilan qilib qoldimi? Mushunaq qilib biring apa zaten bu go'ylar bizga qarshi chiqdi va degan shunaq bir gavda bo'lsa, bizning qurultayimiz qilib chiqarib bizni yo'qotdi. Biz buni hal qilaylik deb mushu bir turuqsiz Allah katibininki teklifi bilan bizni başlaq usulga dasatdimi? Yoki Seyittim Türk Efendi Türkiye AK Partiyanın istihbaratıninki taktikçi dastlab Rabia Kadirxanımla hamkorlashib bizni bu yo'lga tushdimi? Yoki Rabia Kadirxanımga Beyjingdan bevosita buyruq tushdimi? Yoki Mehmetni elchi qilib avatdimi Beyjing hukumati? Masala Mehmet emas. Yeni bir qilib takrorlayman. Mehmetlishimiz yo'q. Masala bizning shu vaqtdagi mustaqillik erkekte kurulgan teşkilatımızı bitçit kıldırıvatkan bir çoğun şuva bu yerde. Mesela bu. Rabia Kadirxanımga koygan 3 sualımınki ikincisi muşu diye. Eğer Rabia Kadirxanım muşu suallarga cevap berelise, ben Rabia Kadirxanımga isyan kılmayma, azar kılmayma, ben epu sorayma dep 2017 ayda muşu 3 mecmundaki sualını yollagan. Bununla Almut'daki hürmetlik müteber Tursun Hacım akimiz arlaştı, o akimizga demedim. Ama Atreymcan Ükam, Rabia Kadirxanımga tül teklif için toxtuslar. Eğer toxtumuslar, Almut'daki peş kadem analarımız mesajlı dua kılıp sizni qağaydigan boldu. Aşular şunda talep qildi mana toxtab qalsızlar Ükam degandan aşu peş kadem hürmetlik Tursun Hacım akamninki teklif bilen ben Rabia Kadirxanımga azar berishni to'xtadim. Bo'lmasa men to'xtamaydim, bu siyosiy masala değil. Ama ben çoğun yaşlılık analarının takip etişinden korkmayam. Ben Allah'a işlenemem. Duasınki icabet buluşu işlenemem. Ben takip etişinden korktum. Ama benim korktuğum haklıydı. Haklılık olsa mı o analar bilmeydi. Düşündürüp bulmaydı. Çünkü Rabia Kadirxanım Uygur'daki bir milletin özüne dünyaya tanıttı, Aksaray'a eğip girdi, Bedi'ye eğip girdi. Meyli indijens dep ekip koygan bolsun, aldı aksiki casuslarınki yol görüşüyle hata kılıp ekirgen bolsun. Meyli kandal ekirgen bolsun, Uygur diyen bu milletini dünya itiraf mı kılmaydıgan, tanışan, xalamaydıgan bir garip bir milletin özüne dünyaya eğip girdi. Şu çağlarının özüde mesela 2006 yıldan 2012 yıllara 2015 yılına
mush orliqda chet eldagi Uyg'urlarni asosan bir gavdiga to'pladi. Kichiklarni bo'lsin, sürgündeki hükümetinin dairesideki sırtki her kında güçlerini Rabia Kadir Hanım asasen bir bayrak astığı toplagandek şundak bir vaziyet şekillendi. Ama Rabia Kadir Hanım iki meseleni şundak buzukmandı. Özünün kabiliyetsizliğinden buldu mu? Tecrübesizliğinden buldu mu? Ya olmaydı sırtın bir besiminin özü oturğusu derenmaydıgan, askarlanmaydıgan bir besimninki təsirini müştaq qıldı mı? Bunda hata qıldı. Hem de hazır Allah'tan 10 yıl ötüp ketkenliğin kim bu geplerini oturup çıkarsam işte deydi ki açta bir işlemi kılamsızlar. Müstakillik dep men otkan bir adamla qıpı, bir taşkan kuruluk adamla qıpı men şunda bir işlemi qıp jüremsizler dep manalı deydi. O demek asan. Bir adam boğan bolsa mesela yoki ikki adam bilan bo'lgan bo'lsa uni qildi. Bir nurg'un tashkilotlar bilan qilamiz deyotgan ishni ham demokratik usul bilan ko'pchilikning ovozi bilan biz harakat qilmaymiz deb qurilgan bir tashkilot bo'lg'achqa u ko'pchilikniki fikri bilan mangadigan gap. Bo'lmasa agar ilqi ba'zi bir tashkilotlar bir adam boshquradigan gap deydigan. Onda tashkilotlar bir adam xolig'ini qila oladi. Hozirgi qurultayni misolga olsakmi, shu bir adamning tashkilotiga aylanib qoldi-ku. 100 necha adam, 200 adamni yig'ib, ovoz berdi, qonun ma'qullaydi. Ondan keyin bir adam o'zi bilgandek qildi. Endi anadek bo'lsa, uni haqiqatan shundoq, lekin ko'pchilik bilan ish qilamiz, ko'pchilik tashkilotlar bilan hamkorlashib ish qilamiz degankanmiz. Albatta tashkilotlarningki mutlaq ko'pchiliklarning orzu, armon, talab, fikr, talablari bilan bo'lgan ishlar. Shunlashqa shu vaqtda bizningki qurilib büyüklüğüde bitçi tutup ketken teşkilatımızga şuna ekilmeymen. Rabia Kadir Hanım'ın şundan nefret edildim. Şu çağda sen degen bu teşkilat 2015'te kurulgan şu Germaniya, Gollandiya, Fransiya üç devletki teşkilatlardan terkip tapkan bir teşkilat mı etti? Müstakillik teşkilatı. Germaniya, Gollandiya, Fransiya, Şvetsiya, Belgiya. Dastlabda şu devletlerdeki teşkilatlardan şunga qatnaşmamız, müstakillikka biz qatnaşmamız, jon pida qatnaşmamız degan pidakar kishilardan ham qurultaydimi, cho'ng aysa kichik aysalardanmi nafratlanib ketgan, jirginib ketgan, hatto Rabia Kadir Xonimdan ig'ir yolqib ketgan shundaq rahbarlar ham tashkilotlar dastlabki qadamda bu tashkilotni qurdik. Ama uni kengaytirib dastlabki birinchi bosqichda Yevropadagi nurg'un davlatlarda faoliyat qilayotgan tashkilotlarni bir-birlab bunga bayat qildirib akirish yoki ixtiyorchi yoki majburiy holda bo'lsinmi, agar mavjud rahbarlari ba'zi tashkilotning mavjud rahbarlari ijodiy qurultayninki shafaqatchiligini yalimsak bo'lmaydi deb turolganlar qolsa, u yerda taktik işletip saylam orqali reislerini kadrini almashtirish orqali mustaqillik yo'liga boshlanmagan nurg'un piyodalar bor. Bu yerda Rabia Xonimninki bununla qarshi turishi sanchi? Chunki hozirgacha xeylice qarindoshlarimiz Rabia Xonim shu avtonomiya yo'lini mang'ashqa jiq odamning qarshilig'iga uchrab ketgan degan ko'z qarash bor. Bu sizlarniki şu müstakillik teşkilatını kuruşunlarga özümüz bilimiz şu bizden davam monopol qılayotganlarniki başkalarının teşkilat kurup ketişinden korkulan kesilimi var. Sizningcha Rabia Xonimniki Rabia Xonim boshchiligidagi qurultayning bunga hatta Seyitun Türk boshchiligidagi bu qurultayning bu müstakillik teşkilatıga qarshi turishidagi asosiy sabab sizlarniki shu ko'targan bayrog'inglar, ya'ni mustaqillik bayrog'iga bo'lgan qarshilikdanmi yoki abay degandek qo'rqinchidan, ya'ni bu tashkilotlar qurilib ketib qolsa, bu qurultay ajrab ketadi deydigan qo'rqinchdan bo'lganmi desanchi? Buni sizning ikki savolingning ikki nuqtasini to'g'ri deb qarashga bo'ldi, shuni tasavvur qilishga bo'ldi. Ondan sırt düşmanның betsini bo'lishi mumkin degan gumonda eg'irman. Ama bu ijtimoiy xarakter bo'yicha insonlarning o'zining kişilik xarakteri, Rabia Kadir Xonimning xarakteri masalan, bizning qarshimizda bir cho'ng kishi o'tirishib qamish o'ltiradigan mana bir rezil xarakterlar rol o'ynagan bo'lishi mumkin.
buna men ihtimallik qaldırma bu kişilik xarakterda. Yeni bir tarafdan bizniki qarshimizda faqat Xitoy bor. Xitoy degandan keyin unda oddiy agar Xitoy shunda bexasta bizga o'xshash döt hamoqat bir millat bo'lgan bo'lsa, biz o Xitoyniki mustamlikasi ostida yurmaydik. Biz Xitoyning mustamlikasiga tushib qolmaydik biz tarixda. Ama Xitoy shunday hilgar, noati rezil bir millat bo'lg'achqa ham aqlliq ekan. Biz yetishtirgan chog'da aqli ish ekan. İşleyen bo'lg'achqa dushman hargiz ko'maydi. Dushmanning masalan Xitoyniki bir misol siyosiy bir felsefasi bor. Nima deymiz? Dushmanning bir düşmanni az ko'gilolmaydi, ming do'stini jiq ko'gilolmaydi deb andakin bir dushman ming odam xato jazolab kessin. Bir dushman ya bu maxsus ziminiki yo'l yo'rg'imi yoki sho'pingmi mushu Xitoylarniki rasmiy siyosiy qo'llanmasi bu. Tamam. Öyle çıkmıştı. Endi Xitoy dushman hargiz kichik ko'rmaydi, dushman hargiz oz ko'rmaydi. Ming odamning xato jazolanib ichiga ma'qul bo'ladiki, shu ming odamning orasiga yo'shunda bir dona dushman omon chiqib bo'lmaydi. Xitoy bunga yo'l qo'ymaydi. Endi o'sha Mahmad masalasiga kelsak, bu Mahmaddan bir gumoningda borki, balkim bu Beijingga qatarab yurgan birisi bo'lgandan keyin orliqda mushu o'zgarishlarda muhim rol o'ynagan bir shaxs degan gumon borki, bu adam şu mezgillerde açtaq bir sihirlik rol oynaptiki. Onundan keyin bu adam yo'qolib ketdimi yoki masalan qurultay deganda jiq o'zgarishlar oldi, Robiya xonimni jiqitdi degandek jiqishlar olib ketdi-ku. Bu adam şu muhim mezgillarda o'sha Bakantoq sizlar ko'rib turgansizlar. O'sha o'zgarishlardan keyin yo'qolib ketdimi yana bormi bu qurultaychilarning ichida? Bu adam bu Mehmet degan adam shu Robiya Qodir xonim bilan Seyit Tumturk apandining orqasida soydash yurgan bir odamki. Bundan keyin shu 2018-yili 9-oyda Parijda bir tashkilot qurildi. Sen qatnashdingmi deyman tashkilotga? Aşağıda yig'indi bor bu adam, Mehmet degan adam. Ondan keyingi faoliyatlarda bo'lgan bo'lmaganligini men aslayamadim. Resimimni ko'mdim. Undan keyingi bu qurultayning va hokazolarning ona yig'inlarimi dal ko'rsamlar so'nim elishg'ali bo'ldi. Mehmet Bamus, Hamat Bamus, Uchaqmi diqqat qilmaydigan bo'ldim. Oxirgi qatimki shu 2018-yili Seyit Tumturk apandi reis bo'lgan Sharq Turkiston Milliy Majlisi degan shu Parijdagi shu tashkilotning qurilish yig'inida borki, shu yerda resim. Ama ondan keyin ko'mgan Sabriyada. Ondan keyin ko'rmadim. O adam to'g'riliq yani gapni anlamadim, xalqlarmi asosan bilmaydi uni ham boshqa bir ismi bormi bir yerda. Endi bu savolingga mening fahmimcha Robiya xonimdan javob ololmaysa, shundaymi? Javob bermaydi. Robiya Qodir xonim bunga javob bermaydi. Javob bermaslikdagi masala endi Robiya Qodir xonim o ilki nima deymiz? Yani jiq sirlarni hozirgacha ochmadi, shu qatardagi muhim sirlarning birisida bu. Bunga javob bermaydi. Robiya Qodir xonim javob bermaslikda meniki gumonimning eg'ir yeri yoki Xitoydan bevosita kelgan bir besim bor yoki Mehmet orqali kelgan bir yo'l yo'riq bor. Buni xonim o'zimi amalsizlikdan bunga yo'l qo'ydi, ijro bo'linishiga yo'l qo'ydi. Bunday olgandan keyin endi bu shunchoq fidokorlik qilib, qurbonlik bedel to'lab bir ishni qilgan shaxs endi bunchalik bir mag'lub bo'lgan, yo'qolgan, tayin yo'q bir ishga javob berib yurmayman deb javob bermasligi mumkin. Bunga javob berib, yuzim to'kilib yurishniki ahamiyat yo'q, qiymat yo'q ish deb qarashi mumkin. Bu hammasi o'tib ketgan ishlar. Robiya xonim javob berishni izlaganmaydi. Ammo xalq bilish kerak bu ishlarni. Mushundaq rezilliklarninki yuz berganligini anlash lozim. Endi Robiya Qodir xonim aslida bizni nihoyatda ig'ir darajada tashlaganki, uni hurmat ekanmiz o'z vaqtida. Robiya Qodir xonim shundaq yilki nihoyatda samimiy, sadoqat bilan qo'llaganlarning o'zini shundaq tashlab etib, o'ziga isyon qilgan
o'ziga qarshi turadiganlar uchun işte bedel qilayotgan bir xarakteri, kuchi kerak ekan. Mana o'ylasam, arzon malni bekorga etib, qimmat malni qimmatini oshirib setdi. Qolgan xarakterini qachonlik qalsam o'ldi desam o'ltirdi, qopsam qopadigan bu arzon mal deb qaradimi? Shunday qilib bizni aytib berib Endi Rabia xonim qolganlarniki endi nima deymiz, natijasini ko'ryapti desak bo'ldi. Hozirgi ahvolga qarab ba'zida o'shdan o'ylab qoldi odam. Bu vaqtda keyin yana so'zlashamiz adash. Bugun ikkinchi savolning tafsilotini olgan bo'ldik. Ko'p rahmat. Oldimizgi kunlarda inshaalloh bu suhbatimizning davomi 3-savolning to'g'risida yana bir qisqa suhbatimiz bo'ladi. Rahmat adash, amon bo'lgin. Yana bir qatim ko'rishguncha. Bo'ldi. Xayr, Alloh omonat.